namoz qazo qilayotganlar, unaqa qilmanglar. Alloh Qur'onda astaizu billah arabchani tushunadiganlar tushunasizlar. Favaylun degani do'zax bo'lsin degani. Lil musallin degani namozxonga degani. Qanday namozxonga? Alladina shunday bir namozxonlargaki hum ular solatihim sahun ular namozlarini kechiktirib qazo qilib o'qiydilar deydi. Tafsirida o'qib kechiktirganga Alloh do'zaxni va'da qilyapti, o'qimaganga nima bo'larkin deydi. Yo'l topmang, yo'l oqtarmang. Bu dunyoda namozga uzr yo'q. Unutmang shu narsani. Shu narsani miyangizga quyib oling. Hech nima uzr yo'q. Hech qanaqa narsa namozga baho bo'la olmaydi. Hushidan ketgan odamga bahona bo'lishi mumkin. Keyin vaqtincha jinni bo'ladigan odamlar bor, bilsalaring. Vechniy jinnilar bor. Keyin sezonda jinni bo'ladiganlar bor. Shular kirishi mumkin. Kirishi mumkin emas, kiradi shu jinni bo'lgan payti. Lekin qolgan paytda belim, oyog'im sinib qoldi, kuyib qoldi, yiqilib tushdim. Uyimda to'yim bo'layapti, yo'lda edim, Toshkentga ketayotgandim. Uzr emas birortasi. Men hozirga aytgan hamma narsa menda ham bo'lgan. Oyog'im ham singan futbolda, kuygan. Toshkentga chiqaman men ham. Nima deydi? Yana burnim ham qonaydi. Yana nima bor? Uyimda to'y ham bo'ladi. Qazo qilmayapsiz-ku men. Oyoq singan paytda ham qazo qilmay o'qidik-ku. Nimaga endi yo siz yo boshqasi yo men yo kimdir arzimagan narsaga qazo qilishimiz kerak. Bu xullas hech qanaqangi sabab yo'q. Ado qilish kerak, o'qish kerak. Bu Allohning bandalariga qo'ygan omonati hisoblanadi.